ko'rmaganni ko'rgani qursin deyishadi-yu. Bitta ikkita video chiqargandan keyin o'zini blogerman deb tanitadigan ba'zi bir insonlar. Shunaqa insondan bittasi menga yozib qoldi: "Reklamaga, barterga ishlaysizmi? Yaqinda qizimning tug'ilgan kuni edi. O'shanga sizdan tort zakasmoqchi edim. Evaziga reklama qilib beraman, pulni o'rniga" dedilar. O'zi menga reklama shart emas-u, mayli, bitta reklama qildirishim kerak edi. Mashinaga qildira qolaman deb mayli deb yozdim. Bo'lsa kichkina tort bo'ladi desam, ikki tashkali katta tort tashlab yuboribdilar. Yana yetmaganiga biskvitlari qora bo'lsin, turetskiy bo'lmasin, o'zimizning eski oldindagi biskvitlardan bo'lsin. Yana nachinkasi olcha bo'lsin, malina bo'lsin, banan bo'lsin, shokolad bo'lsin, snickers bo'lsin, bo'lni hamma nachinkalarni solib chiqishim kerak ekan. Yana yetmaganiga ustini cheese krem qilib berishim kerak ekan. Mazami? Bu qiz menimcha boshi bilan urushib qolgan bo'lsa kerak deb kuldimda, keyin uzr, menga bu variant to'g'ri kelmaydi. Boshqa bo'kimga eta qoling deb yozdim. Davomini keyingi videoda qo'yaman, nima deganlarini. Agar jahlim chiqsa, kimligini ham aytib beraman. Bu tortimga kelsak 5 xil nachinka bo'ldi. Birinchisi beze bilan snickers, ikkinchisi shunaqa olcha, uchinchisi shokolad bilan oreo. Shunaqa mazali bo'lgan, ustalarim shunaqa chiroyli qilib yasab berdim. Kimga tort kerak bo'lsa, bemalol yozaveringlar, shirin mazali qilib o'zim tayyorlab beraman.